Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga turibning foydali xususiyatlarini taqdim etamiz. Ushbu video lavhadan so'ng albatta ertagayoq turib sotib olasiz. Turib o'zining tarkibiga ko'ra organizmda yetishmaydigan vitaminlar va mineral tuzlarni o'rnini to'ldirishda juda foydalidir. U mikroblarga qarshi kurashuvchan kuchli xususiyatga ega. Turib sharbatining qo'llanilishi. Sharbati ichak yo'llari faoliyatining to'g'ri yuritilishiga, sochlarni mustahkamlashga iste'mol qilinadi. Bu sabzavot kishining ovqat hazm qilish tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Uning iste'moli aterosklerozning, shishlarning, o't pufagi va peshob yo'llarida tosh paydo bo'lishining oldini olishda yaxshi foyda beradi. Xalq tabobatida qirg'ichdan chiqarilgan turibdan radikulitni davolashda foydalaniladi. Qirg'ichdan o'tkazilgan xom turib va uning sharbati ishtaha ochuvchi, o't pufagini bo'shatuvchi eng yaxshi vosita va organizmdagi ortiqcha suyuqlikni chiqarib yuboruvchi tabiiy dori sifatida tavsiya etiladi. Buyrakdagi toshlarni parchalaydi. Achchiqlikka moyil glykozid va xushbo'y efir moylari mavjudligidan turib o'zining xususiyatlari bilan peshob yo'llaridagi tosh paydo bo'lish kasalliklarida ularni eritib, tushirib yuborishdek mislsiz shifobaxshlikka ega. O'zining foydali shifobaxsh xususiyatlari bilan turib ishtahani, ovqat hazm qilishni, organizmda modda almashinuvi jarayonini yaxshilaydi. Oshqozon so'ki va o't suyuqligi me'yorda ajralishiga yordam beradi. Aterosklerozni davolaydi. Turib aterosklerozni davolashda yordam beruvchi sabzavotdir. Xalq tabobatida podagrada, buyrakda tosh paydo bo'lish kasalliklarida turibni ovqatga qo'shib iste'mol qilish tavsiya etiladi. Turib peshob haydash xususiyatiga ega. Turib bronxitni bartaraf etadi. Turibni asalga qo'shib yo'talni, bronxitni, yuqori nafas yo'llari kasalliklarini davolashda iste'mol qilinadi. Sharbatini qovuq, yurak, bronxlar, revmatizm kasalliklarida ichiladi. Shuningdek, bu sharbat balg'am ko'chiruvchidir. Oshqozon ichakka foydasi. Turib o't paydo bo'lishini ko'paytiradi. Ovqat hazm qilish bezlari faoliyatini yaxshilaydi. Ichaklar peristaltikasi, oshqozon va ichaklarning to'lqinsimon kerilish yoki siqilish harakatini yaxshilaydi. Antisklerotik xususiyatga ega. Uning bu xususiyatlari ishtahani ochishda, ichaklar atoniyasi, mushak va to'qimalar faoliyati tonusining pasayishini davolashda, qabziyatda, xolesistitda va o't pufagida paydo bo'lgan tosh kasalliklarini davolash jarayonida foyda beradi. Teri kasalliklarida qo'llanilishi. Turibda mavjud bo'lgan vitamin C, fosfor, sink va V gruppasiga kiruvchi ba'zi vitaminlar inson terisi uchun juda foydali. Unda mavjud bo'lgan suv teri uchun zarur bo'lgan namlikni saqlashga yordam beradi. Qirg'ichdan chiqarilgan turibdan qilingan maska yuz terisini ajoyib ravishda tozalab, tiniqlashtiradi. O'zining dezinfeksiyalovchi xususiyatlari sababli turib quruqshagan, toshma toshgan, yorilgan terini davolashda chiroyli yordam beradi. Shuningdek, yuz terisi hujayralarini yangilaydi. Tana haroratini me'yorlashtiradi. Turib tana haroratini pasaytiradi. Ko'tarilgan harorat natijasida kelib chiqqan shamollashni olib bartaraf qiladi. Bunday holatda turib sharbatiga biroz tuz qo'shib ichish foyda beradi. Ajoyib dezinfeksiyalovchi vosita sifatida turib shuningdek, haroratning ko'tarilishiga sabab bo'luvchi infeksiyalarga qarshi kurashadi. Quyidagi holatlarda turibni kamroq iste'mol qilish kerak. Homiladorlikda, ichaklar shamollaganda, oshqozon va 12 barmoqli ichak yarasida, jigar va buyrak kasalliklarida, kislotalilik yuqori bo'lgan gastritda. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron.uz kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.